Bilimler mamlakati boshlanar alif qo'dan. Alif qo'ni o'rgangan bolalar shim turmaydi. Harflar ham tilga kirib odamlaydi, so'zlaydi. Unutmang, bo'lingiz doim a'lo. Bolalarning bir-birlariga sirdosh bo'ladi. Hamda navotirni yozlarga yoldosh bo'ladi. Demak, davlatda doim dono bo'ling, iloyim doron Rusat Lafruz doktor hamisha hamroh. Gece memnunlar buna bir kağıt buluyor. Okulan değerine köprüde çizecek. Fakat ben adamın fakat harbi çakır sarıca kuruldu. Vatminin hoşlanın fakat. Ya kulak üstüngel, güzellerge ötüngel. Gül işledim kolumca, giler köşen yolumca. Hemen hayran bulmaylar, yolumu tutturmaylar. Hamdalak balkonunda hamrak buluyorumda. İyi hayatını bilingiz, istiğalarınız, irade, izzet, ikram, istek, okşama. Cı harfini bilersiz, nege cevap bilersiz, cevle cevzu cevap, cücenin kudütçüne. Bizden tabdok yazarımız, katta olsak asarımız, kattan ilim, hürmet, gelir bahsede. Bizden dolar yazarımız, kimisiyle, osanın latifliyle, latavlar, vakatlıkya yok yakatma. Men mugina, jajjigina, qizgina, bundan boshlanan ismim dastinglardan jimgina. Ismi bilan qo'yganlar, men ismi bilanlar. Oilada barchamiz bu harfni ko'ramiz. Bundan boshlanan maktab, mening do'stimdir kitob, Murod Maqsud Mo'tabar, Madina maktub yozar. Ne harim bilamiz, nasıl nima qilamiz, g'az nima, ham bo'ldi, atillasiz ham bo'ldi. Asırlarga obod olib olg'aydi harfini bilingiz, kuzda paxta deringiz, po'lat tari pokiza, paxta deringiz toza. Sal qo'yib nazamiz qayrashamiz, qishda qanqa charqagan. Bu harfini bilib, bizga ruxsat beramiz, rasm so'zini yozamiz, rana rahmi ruxsara dono qilib olamiz. Saatga bakın, sözünün mağazın çakın, tavır sayın, sıraya sözden adashmayasın. Talip alıyorsunuz, tümeni istim yazdınız. Aşkın ana şahrımız, bu harfini yazdınız. Bunun sefer sizde, sizge tanışıp olamam. Bizim umide sözlerini yazamam. Vurdum ben bulursuz ve sözünü yazıyorsunuz. Ve silah muhafiklere yazıp yanında gelin. Hatta hadiyeler mene yazdım takta paftana. Burası bana kalakam yemlen bırakacağım. Yemem ben kim bulursunuz ya tanımaya kalırsın. Yolcu yoldaş yakut tip benden başa yazırsın. Zıdediler mi? Zıdediler atımını, bilesiniz atımını. Zuhra, Zahra, Zakir, Can, Meydan başlar. U dediler meni, otak bilemen, O'zbekiston sözünün tarixini yazıp. G'afirning g'amini yo'qotasiz. Shaharman bilasiz, shoshib kelasiz. Shogird shotmonni shogirdlikka olasiz. Hamma maraqni beradi. Sizlarni chavan qilib chaqqa boring. Ne barda sangarda yoki biror ko'ngilda, so'ngra dengizda silkim taladan badringizdan. Uldiyni so'zchiman, mana olodir, yaxshi bola donodir. Barakalla bolalar, biz ko'rdikki, alifbodagi hamma harflarni tanib olibsiz. Harflarni qo'shib, o'zimiz uchun sevimli bo'lgan vatan, ota, ona, ustoz, boshqa so'zlarni biz hech qiynalmay yoza olamiz.
berasiz. Bugun bizning bilimlar mamlakatimizda bolalarning sevimli kitoblari bo'lgan alifbe, ona tili, matematika kitoblari sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnaga taklif etamiz va o'z tilaklarini aziz bolajonlarga bildirishlari iltimos qilamiz. Marhamat, sahnasiga muntazir. Birinchi kitobdirman, dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozishni bilgan aqlingiz ham rasosiz. Endi boraydan olib sizga bir omad tilim. Ongingiz chalg'i uchun o'qish kitobini chalg'i. O'qishni seving mendek chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklarni ma'zumcha o'qingiz. Xayr bolalar, bizni sira unutmang. Hayrat bilan o'qingiz, nasihatni unutmang. Sizga asta ochganmi? Ana tilim sehradan bardon gap sochganmi? Matematika o'zim ochiq qildim. Raqamlardan boshlanib tinglasangiz dars tudim. 10 raqam menda kerakmi? Xayrida aqlingizni sira qilaman. O'qib musofir masalada 21-asr kibernetika asrida olim bilimdonlarga ochiq tadbirim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamdam do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib to'g'ri amal bilaman. Sonlar haqida she'rlarni ayting. Mening nomim Dod, o'quvchimizning Arg'on xo'p. Yolg'izlasa yoqman men, sherik bo'lsa to'qman men. Yozilishim qiymat, dumaloq qasammas. Bir dinasdan oqsamman, sanasdan oqsamman. Bitta yakutkaman, bitta obroqqa. Ostin, anamdan qoldiqdek oqshaman. Beşten keyin oldima, raqamlarning oldima. 2-3ni ko'rsangiz hech qachon esdan chiqmas. Yozishni lozim bo'lmas, go'yoki oddiy iymon. Mening nomim Diliychi, endi dinanglarmizda oldidan bitta boqman, 7 yulduzman topman. Chizganda kichik o'roq beliga boylang belbog'. Sanamay demang 8, 2 to'rtni qo'shsangiz hosil bo'laman shu on. Bilib qo'ying albatta, yozishni o'rgan alifta, yumoqman dimi pasta. Men to'qqizman, sonlar ichida yolg'izman. 8dan bitta katta, bilib qo'ying albatta, yozishni o'rgan asta, yumoqman dimi pasta. Salom yangi do'stlarim, erga qora ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalganda so'zlarim. Meni asta varaqlab, maza qilib o'qursiz. Meni o'qing varaqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga, yoningizda bo'laman. O'qing meni ardoqlab, yurakdan hurmat saqlab. Ona tilim shehri ardoqlab sevib yo'qlab. Rahmat kitoblar. Bugungi tantanamiz sababchisi bo'lgan aziz bolajonlarimizni ko'rib ko'zimiz yashlaydi. Qanday dono, ziyrak o'quvchilar bo'libsizlar. Bu bolalar bilimlar mamlakatida sayr qilib yurganlari uchun ham shunday bilimdon bo'ldilar menimcha. Bilimlar mamlakati shu qadar mo'jizalarga borki, ko'rgan kishi u yerdan sira chiqib ketishni istamaydi. Bolajonlar, bilimlar mamlakatida yana nimalarni uchratdingiz? Bizga so'zlab bering. Erkin Vohidovning O'zbekim she'ri. Tarixingni ming asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh Pomiru, Oqsoch Yonshon o'zbegim, so'ylasin Afrosiyobu, so'ylasin Urg'un xati, ko'hlatar shodasta bitta marjon o'zbegim. Al-Biruni, Al-Xorazmi, Al-Farof avlodidan asli nasli balki Ulug'bek, balki Torxon o'zbegim, Tuziyu Mirzo Ulug'bek Ko'ragoni jadvalim sirli osmon tagiga ilk qo'ydilar von o'zbegim.
sahnasiga.
Assalamu alaikum.
o'quvchilarni, ota-onalarni Elbek bayrami bilan tabriklayman. O'quvchilarga hammasiga rahmat. Allohim shu qizimiz o'qishdan ko'ra grantlar o'qishga orzumiz qilmasini erishgan qizlarimizni barchasi o'quvchilarimiz o'qishlarga kirsinlar. Ustozima rahmat aytib so'raymiz. Menam shularni meni o'quvchilarim deb faxrlanib o'tirsin. Oilasiga baxt tilayman. Farzandlarini kamolini ko'rsin. Hamma ota-onalarni shu bayram bilan tabriklayman. Rahmat hammangizga. Meni axtirlarni xizmatlarga qo'shilib. Rahmat ustozlar. Bayramlaringiz Mana bugun nabiramizni Dilrabo xonim Elbek bayram ekan. Men bu bayram bilan nabiramni chin yurakdan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, aqlli, dono qiz bo'lsin. Elmirani shu bayram bilan tabriklayman. Xizmatlari uchun katta rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Salima onasining nomidan, Habibulloh otasining nomidan, Bahram otasining nomidan chin yurakdan nabiramni tabriklayman. Asalim aqlli bo'l. Bayramingiz muborak bo'lsin. Endi oynana qizimiz dadasi kelgan, endi Mahfuza qizimizning onasi kelgan, Qunduz. Assalomu alaykum. Mana bugun shu o'quvchilarning Elbek bayrami bilan tabriklayman. Elmira Pasga rahmat. Kirib kelayotgan 2023-yil hammaga omad baxtli bo'lsin. Rahmat. Hamma ota-onalarga rahmat kelganlar, shu yaxshi tilaklaringiz sizlaringizga ham bo'lsin. Shu o'quvchilarimiz bilimli, aqlli bo'lib, hammamizning ishonchimizni oqlasin. Endi o'quvchilarimiz bilan bizlar Zumrad hukumat yerdagi sahnalashtirganmiz, ana shu sizlarga tomosha qiling. Kabir esa qimmat qizi bilan faqat ishik bilan ovqat yeb o'tirar ekan. Zira juda mehnatkash ekan. Bir kuni qimmat Haychol, qizingga ayt, qizining so'ngsiz kelyapti.
Keyin kampir chog'ni chaqiribdi. Chol yo'qdagi. Nima desa kampir qizingni adashtirib kel. Xo'p. Chol keyin qizini o'rmon tarafga olib borib, bir daraxtning tagiga o'tqizib, o'zi o'tin chopishga ketibdi. Kampir Zumradni o'z uyiga olib ketibdi. Kampirning ishlarini qilib yuribdi. Bir kun Zumrad birdan otasini sog'inibdi va uyiga ketgisi kelib qolibdi. Uyimga ketgim kelyapti. Bir yerga chiqsang, qizil va oq qora eshikni ko'rasan. Qizil sandiqni olib chiqasan. Shunday qilib Zumrad sovg'asini olib ota uyiga boribdi. Uning qo'lida sovg'a somon bilan kelganini ko'rgan kampir va qizi ularni ham Zumradga o'xshab kampirning uyiga borgisi kelib qolibdi. Zumrad sandiqni ochgan ekan, uning ichidan juda ko'p boyliklar chiqibdi. Bunga qimmatning ham havasi kelib, meni ham adashtirib kelsin debdi. Menga ham sandiq. Hay chol, bu yoqqa kel. Mening qizimni ham adashtirib kel. Nima desang kampir? Xo'p, yur. Qimmatning yoniga ham yaxshi sehrgar kampir kelibdi. Nima qilib o'tirasan? Qornim och. Shunday qilib qimmat ham kampirning uyiga boribdi va hech ish qilmay kampirning pishirgan ovqatlarini yeb, yalqovligini kampirning uyida ham davom ettiribdi. Buning bunday yalqovligi joniga tekkan kampir qimmatni uyiga kuzatmoqchi bo'libdi. Qornim och. Qimmat uyiga ketmoqchi bo'lib kampirdan sovg'a so'rabdi. Uyimga ketaman. Bor, ketaver. Mehmonga sovg'a yo'qmi? Ha, aytgancha. Ertaga tushasan, oq bilan qizil eshik bor. Shu oq sandiqni olib chiqasan. Shunday qilib yerto'laga tushgan qimmat oq sandiqni olib chiqibdi va kampirga xush xayrlashmay uyga boribdi, uyga qaytibdi. Uni onasi intizor bo'lib kutib o'tirgan ekan, qimmatning onasi.
Tokyo'da sandıkni ochib, ko'rishmoqchi bo'libdi va eshiklarni ilib, oq sandiqni ochibdi. Oq sandiqni ochgan ekan, bir ajdar chiqib, Qimmat va uning onasini yeb qo'yibdi. O'quvchilar, qani qaysi qizning ishi to'g'ri, qaysi qiz yaxshi ekan? Nima uchun? Yaxshi Kimga o'xshashimiz kerak? Shuning bilan sahna ko'rinishimiz tamom. Sizga bilim berib, bu qish yozishni o'rgatgan, chin yurakdan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimiz Ilmira opani chin dildan tabriklaymiz. Albatta bugungi bayramdan sana shu aziz ustozimizning tinmay qilgan halol mehnatlari natijasida rahmat sizga ustozim. Bizni jondan sevdingiz, ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz, bizni sevib oldingiz. Mehnatingiz zarfdir, doim bizni o'ylaysiz. Aziz ustoz biz uchun bo'ling doim salomat. Ta'zimizga, hurmatimizga, azizimizga. Rahmat. Assalomu alaykum bolajonlar. Men sizlarni ko'rishim. Shimoldan tashrif buyurdik. 9-maktabga. Men sizlarga hozir yonimdagi Qorqutun bilan sovg'alarni topshiraman. O'ran.